o'rtacha $500 atrofida Cobalt avtomobiliga qanaqa navorotlar qilsa bo'ladi so'ragan mijozlarimiz uchun mana shu Cobalt ko'rsatib olamiz. Qilingan ishlarni ko'rsatib obzor qilib beramiz. Birinchi navbatda Malibu pult uстановка qilib berganmiz. Ham funksiyasi ishlaydi, ochib yopib, zavat qilib bagaj ochishlarigacha buni ham obzor qilib beramiz. Xo'p, Malibu 2 rul original Black Piano bilan ishlov berilgan variantidan o'rnatib qo'yganmiz. Podsetkasi birizoviy bo'lgan, cruise kontrollari aktiv bo'lgan. Undan keyin Malibu 2 bar o'rnatib berganmiz Black Piano variantidan. Xo'p, original ovoz surish motorimizda ham o'rnatilgan, podsetkalarni ham birizoviy qilib, bitta knopkasiga bagaj ochish ulab ishlatib berganmiz. Keyin original Vatan Start Stop o'rnatib berganmiz. Bu ham joy-joyi o'rni-o'rnida ishlaydi, xudo xolisa. Xo'p, undan keyin qilingan ish mana shu Malibu pult bo'ladi. Hop, qulflab ochishlarini, zavat qilishlarini ko'rsatib beramiz, qaranglar. Yopadigan knopkani bitta bosamiz, xuddi Malibudagi aylanma knopkasini bosib tursa, zavat bo'ldi avtomobilimiz. Bagaj ochishlari ham ishlaydi, xudo xolisa. Qiziq bo'lsa xizmatlar Maktuning murojaat qilaverasizlar. O'rtacha $500 ga bar original rushnolari bilan rul original Black Piano bilan ishlov berilgan, pult и start stoplarni ham qilib berganmiz. Xizmatlar bo'lsa, bizga murojaat qilaveringlar.